Assalomu alaykum. Bugungi mavzumiz oksidlarning suv bilan o'zaro ta'siri. Bu tajribani bajarishdan oldin ozgina oksidlar haqida takrorlash qilib olsak. Demak, oksidlar deb biri kislorod bo'lgan ikki elementdan tashkil topgan murakkab moddalarga aytiladi va quyidagi umumiy formula bilan aniqlanadi. E'tibor bergan bo'lsangiz, element va kislorod ikki elementdan tashkil topgan va albatta biri kislorod. Demak, oksidlarimiz tarkibiga ko'ra tuz hosil qiluvchi oksidlar va tuz hosil qilmaydigan oksidlarga toifalanadi. Demak, tuz hosil qiluvchi oksidlarimizning o'zi esa asosli oksidlar, amfoter oksidlar hamda kislotali oksidlarga toifalanadi. Asosli oksidlarimiz asosan suvda erib asoslarni hosil qiladigan, metall atomlarini hosil qiladigan oksidlarga to'g'ri keladi. Kislotali oksidlarimiz esa suv bilan ta'sirlashganda kislotalarni hosil qiladigan oksidlarga to'g'ri keladi. Amfoter oksidlarimiz esa ham kislotalar bilan, ham asoslar bilan reaksiyaga kirishib, tuz hosil qila oladigan oksidlarga aytiladi. Mana bu yerda oksidlarning suv bilan ta'siri reaksiyasi tasvirlangan, ya'ni mis oksidi asosli oksid hisoblanadi va u suv bilan reaksiyaga kirishmaydi. Natriy oksidimiz bilamiz, birinchi va ikkinchi guruh metallari faol metallar bo'lib, ularning hosil qilgan birikmalari ham kimyoviy jihatdan faoldirlar. Shuning uchun natriy oksidi suv bilan ta'sirlashganda natriy ishqorini hosil qiladi. Ushbu reaksiya tenglamalarini hozir laboratoriya ishimizda ko'rib chiqamiz. Demak, bugungi mavzu yuzasidan bajariladigan tajribamiz uchun kalsiy oksidi hamda mis 2 oksidini tanlab oldik. Demak, ularni kimyoviy stakanga olib, suv bilan eritib boramiz. Shuni aytib o'tishim kerakki, bugungi tajribamiz uchun kerakli jihozlarimiz kimyoviy stakanlar, kimyoviy qoshiqcha va shisha tayoqchadan foydalanamiz. Albatta, bu jihozlarimiz yo'lxonasi uchun mo'ljallangan konteynerlarga yig'ishadi. Demak, tajribani boshlaymiz. Avval kimyoviy qoshiqcha yordamida kalsiy oksiddan stakanga olamiz. Va uni suvda eritib olamiz. Bizga kimyo kursining nazariy ma'lumotlaridan ma'lumki, kalsiy elementi ham faol metallardan bo'lib, u hosil qilgan kalsiy oksidi ham suvda juda yaxshi eriydi, ya'ni suv bilan istalgan nisbatda ta'sirlasha oladi. Mana bu yerda ohak sutini eritmasi hosil bo'lyapti, ya'ni kalsiy oksidini suvda erigan eritmasi hosil bo'ldi. Endi xuddi shu jarayonni mis oksidi bilan bajaramiz. Olamiz. Mis 2 oksidi qora rangli ko'ksimon modda bo'lib, u suv bilan ta'sirlashmaydi, ya'ni reaksiyaga kirishmaydi. Ma'lum bir vaqtga ozgina tindirib qo'yganimizda, mana bu eritma tubida mis 2 oksidini cho'kmasini kuzatishimiz mumkin. Demak, tajribamiz davomi sifatida hozir hosil bo'lgan kalsiy gidroksid eritmasini fenolftalen eritmasi yordamida tekshirib ko'ramiz. Ya'ni kalsiy oksidimiz suvda erib, kalsiy gidroksidni hosil qilganligini va uning suv bilan reaksiyaga ketganligini fenolftalen indikatori yordamida tekshirib ko'ramiz. Mis 2 oksidining esa suvda erimaganligi ham fenolftalen yordamida tekshirib ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Demak, pipetka yordamida bu eritmalardan 1-2 ml proverkaga qo'yib olaman. Mana shunday.
Mana, demak, chap tarafimdagi probirkada kalsiy gidroksidning eritmasi hosil bo'lgan bo'lishi kerak nazariy jihatdan va uni biz tekshirib ko'ramiz. Aziz kuzatuvchilar, agar e'tibor berayotgan bo'lsangiz, eritmamizning rangi to'q pushti rangga o'tmoqda. Bu fenolftalinning ishqoriy muhitda rang o'zgarishini ifodalovchi ko'rsatkich hisoblanadi. Demak, kalsiy oksidimiz suv bilan ta'sirlashgan va kalsiy gidroksidni hosil qilgan. Kalsiy gidroksid o'z-o'zidan ishqoriy muhit. Endi xuddi shunday tajribani mis-2 oksidning eritmasi bilan o'tkazamiz. Demak, mana kuzatishingiz mumkinki, bu probirkamizda hech qanday o'zgarish bo'lmadi. Bu shundan dalolat beradiki, mis-2 oksid suv bilan ta'sirlashmaydi, hech qanday birikmani hosil qilmaydi. Buni biz fenolftalin indikatori yordamida aniqlab oldik. Xo'sh, aziz o'quvchilar, siz yana qanday suvda eriydigan yoki erimaydigan oksidlarni bilasiz va ularni qaysi indikatorlar yordamida aniqlab olishimiz mumkin? Va bunday tajribalar bizning kundalik hayotimizda qanday amaliy ahamiyatga ega bo'lishi mumkin?